Hurmatli qizlar, hozir sizlarning holatingizga tushaman. Sizlar bilan dardimiz bir aylanib ketaylar. İki hafta kutgan zakazim yetib kelibdi akalar. Sizlarga ochishdan oldin traditsion narsamni qilaman. Ya'ni tepgan tapichka akalar, meniki masjidlarga atta kulgili bo'lsin deb ash tapichkani kiydim. Unaqa Ivanushkani tapichkalarini men kiymayman. Din naxuy. Ko't ekan degan ko't. Bizni aldadi degan ko't. Ochini kaltalabdi degan ko't. Qazima akalar, tashqarida olchi, ichkarida odam uxlayapti ekan, o'zi bittada ko'rsatsam bilib olasizlar nimaligini. Buni Halloween bayramiga men zakaz qildim akalar. Demak, hozir 3 gacha sanab ochaman sizlarga. 1 2 3 din naxuy. 600 mingta obunachisi bor bloger. Amerikada yashaydi, Mercedesda yuradi, rasa puli ko'p bo'lsa kerak-a degan akalarimiz uchun mana hayotning haqiqiy tarafini sizlarga ko'rsataman. Obunachi bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, lekin biz yashash tarzimiz va ovqatlanishimiz studentlargidan qolishmaydi akalar. Bir 3 kunga pizza, hozir mana yerda pul tashashib tovuq go'shti olib keldik. Dasturxonimiz ham yo'q akalar, non ham hattoki yo'q. Letni bo'lmagani bloklab olib kelib qo'yganmiz akalar, sababi arzon, buni biz kirishga ham, chiqishga ham ishlatamiz. Ketnaveradi. Oyog'ini qaranglar, turishini, bu pizzani turishini qaranglar. Ana Hindistonlik esimga tushib ketyapti. Tashag'iga ishqab turib ovqat beradi-yu, bilet. Ты заебал. Hozir siqilib qolganman, sababi 1-2 soat oldin Reels qilyapman, Instagramda ko'rib siqilyapman. Nimani men noto'g'ri qilyapman? Nima? Qayerda adashdim deb. Sababi O'zbekistonda turib shunaqa mashinalarda videolar qilishyapti. Takoy pachka dollarlar sarflashyapti, naleva направо. Bilaman, bu narsa hammasi fakeligi. Lekin o'sha bosim menga ham o'tyapti. Bo'lmasa miyam ishlaydigan odamman, zombi emasman. Amerikadagi vatandoshlar va umuman meni tilimni tushunyap turgan akalar, sizlar uchun juda ham muhim video bu. Tarqatib yuboringlar iloji bo'lsa, sababi xabaringlar bor. Non domicile prava bilan trak haydashga zapret qo'yib qo'ydi. Sidel pravalarini olish yoki change qilishga umuman imkoniyati yo'q. Bu qonun hozircha vaqtinchalik va ko'rib chiqilyapti. Pastga ssilkasini qoldirdim shu FMCSA ofitsial veb-saytini va o'sha veb-saytga o'tib 28-noyabrgacha kommentariylar yig'iladi ekan. To есть bu qonunda admin qilaylik, bu qonunda admin qilinglar, sababi palon, sababi piston, oilada bitta o'zim boquvchiman va hokazo deb kommentariylar qoldirsanglar, ya'ni 28-noyabrgacha 50 mingta kommentariy yig'ilsa, bu qonunda admin qilib yuborishi mumkin ekan. Hozircha 1000 dan oshiqroq kommentariy yig'ilibdi, o'zim ham lichni qoldirdim. Sizlar ham tezda foydalaninglar, 5 minut vaqtinglar sarflanglar akalar, o'zimiz uchun kerak bo'ladi. Темная ночь, только пули свистят. Qadrdonlar, Mercedes'imni sotib Hyundai Santa Fe olaman deyapman. Sababi meni yoshligimdagi reflektorni holatlarimni esimga solyapti. Birinchi o'tirib ko'zimdan yosh keldi ko'rib. Bu holatda 3 yildan beri qilmagan ishimni shu mashina bilan qildim. Nima qildingiz Shohruxbek? Do'stim babuyin sela mana akalar, o'tirib bog'. Singlim, agar sizda shamollash bo'lsa, qichishish bo'lsa yoki o'zingizni noqulay his qilyapsizmi, agarda yoki zadержка bo'ladigan bo'lsa, sizlarni oliy toifali vrach ginekolog Evilshoh Babuyinbekov o'z poliklinikasida kutib qoladi. Poliklinikamiz nomi Chupapi Munyanyo, bemalol kela olasizlar. Eng asosiysi xizmatlar bepul.
Klinikamiz 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlarni qabul qiladi hamda iltimos kelishinglardan oldin amiyakni hidini yo'qotib kelinglar. O'rmonda yig'ishtirib, o'limni hidi kelmasin. Menga buni ginekologlar aytdi, ginekologlarda dardini sizlarga gapiryapman hozir. Ginekolog. Manatki o'lib qolgan pishaydi, qo'yib qo'yishibdi. Qatib ham qopti, men qaranglar. Bizdez. 2 kundan keyin Telegram kanalimdagi o'zimning lichniy akalar konkurs o'ynaladi. Bittagina sharti bor, konkursda qatnashish uchun Telegram kanaliga o'tib qatnashish tugmasini yoki ruschasiga knopkasini bossanglar bo'ldi. Mashinani atay ko'rsatib sizlarga video olyapman. Hatto maqtanadigan mashina emas, O'zbekistonda tiqilib yotibdi bunaqa mashina. Hammaga omad, akalar o'tinglar, qatnash knopkasini bosinglar bo'ldi. Bilar betim pitbullni betiga o'xshab ketibdi-da, men qaranglar, g'idar-bidar bilan garmoshka nik qo'yinglar, menga taxallus. Garmoshka deb ustimdan kulinglar endi. Akalar, Ma'ruzani nimaga o'xshatdinglar? Meni mol boqqanlar juda yaxshi tushunadi hozir. Nimaga o'xshatganini. Hozir ochayda men titesizlar uchun. Qaranglar. Isqir, irkit. Amerikadagi holatda hammanglar ko'rib turibsizlar, yashash juda ham qiyin bo'lib ketdi. Tramp bilmayman, tomi ketganmi, uni har xil jinni ishlar qilib tashayapti. Akalar, u bu kim trak haydamoqchi bo'lsa, yaxshi kompaniya kerak bo'lsa, o'zimiz trak kompaniya уже boshladik. Bugundan faoliyatni traklarimiz 3 tasi уже ishga tushdi, qolganlari ham turibdi. Xudo xolasa driverlar chiqishiga boshqa traklarni ham qo'yib yuboramiz. Agar ownerlik qilaman deydigan bo'lsanglar, down paymentini ham juda ham qulay qilib beramiz akalar. 10 ming down payment berasizlar, o'zingizlar trakinglar bo'ladi, chiqib ketaverasizlar. Xullas, agar kim driver bo'lib joylashmoqchi bo'lsa yoki down payment berib o'zi haydovchi bo'lmoqchi bo'lsa, yaxshi kompaniya kerak bo'lsa, akalar, o'zimizning kompaniya, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Birgalikda ishlaymiz. O'zim ham shu kompaniyada ishlayman. Hammaga omad. Malikadagi bitta okanani gapiribsiz, namozxon okanani. Sizga emas, Malikani, Toshkentni bolalarini gapirish sizga emas. Mujikman, babuinman deysiz, xo'p zalga chiqarkansiz. Zalga chiqsangiz ham testosteron вообще tushib ketdi. Mas shu narsani aytib qo'ying. U erkakchilikka yarashmaydi. Erkakman, mujikman deysiz. Instagramda ba'zi bir qizlarni ko'rib hayron qolaman. Lablari sun'iy, jag'i sun'iy, burnilari, nima deydi, kipriklarigacha sun'iy. Botokslar qilishgan sun'iy qilib, tabiiy narsasi qolmagan. Makiyajni gapirmasa ham bo'ladi. Mammalarigacha sun'iy qilib yuborishgan. Eng achinarlisi o'sha sun'iylar naturalni yaxshi qizlarga qanday qilib yashashni, qanday qilib erkaklardan narsa talab qilishni o'rgatib o'tirishadi. Undan ham achinarlisi o'sha hamma sun'iy bo'lgan qizlar hamma haqiqiy erkaklar deb o'tirishadi. Achinarli bir kulgili fakt bor. Haqiqiy erkaklar o'sha naturalni qizlarning yonida yuradi. O'shani e'tibor qilsanglar, naturalni, tabiiy chiroyli qizlar jar solmaydi. Qani haqiqiy erkaklar u.